har kuni shu yerda o'tirib nemislarni hayotini kuzataman-da. U yoqda oстановка, u yoqda supermarket. Umuman o'zi Germaniyadan yashash osonmi, O'zbekistonda yashash osonmi degan savolni beraman o'zimga. O'zbekistonda yashash oson. Sababi Germaniyada oyog'ingiz uchidan sochingiz uchiga dovur soliq va jarimalarda. Bu yerdagi transportlarga qo'yiladigan jarimalarni bizdagi radarga tushib olib dod deganlar eshitsa, o'sha radarni borib o'padi-da, "Voy, rahmat senga" deydi. O'zbekistonda yashash oson, erkinlik. Bu yerda demokratiya, qonun ustuvorligi bo'lgani bilan shu xalqlarning hayoti faqat shu ishga boradi, keladi. O'zbekistonda yashash oson, lekin shunga qaramasdan nemislar bizdan oson yashaydi-da. Sababi nemislar uchun qimmatbaho mashina, dang'illama to'y, hashamatli uylar bir tiyinda. Ularda hayotidagi maqsadi bu emas, to'y qilish. To'yni umuman bular hazm ham qila olmasa kerak, sababi kelajak uchun bir tiyinlik foydasi yo'q-da. San'atkorga $10,000 berib olib kelib to'y qilish u aqldan ozganmi bular deydi-da, uni eshitib. Umuman 2 yoshga ham foydasi yo'q uni. Sunnatda o'qigan bola birdaniga oliy ma'lumotli bo'lib qolmaydi yoki o'sha sunnatda o'qigan bolani to'yiga kelgan san'atkorlar kelajakda kontrakda o'qib qiynalib qolsa bolaki, unga kelib kontraktini to'lab bermaydi. Shu narsani bular tushunib yetadi. Shuning uchun bular bizga qaraganda osonroq yashaydi. Qiyin holatda ham osonroq yashaydi. Agar bizda ham qimmatbaho mashinaga qiziqilmasa, hashamatli uyga qiziqmasa, dabdabali to'yga qiziqmasa, bizda ham hayot chiroyli bo'lsa kerak. O'zi meni Germaniyada yurishim ham asosiy maqsadi shu-da. Bunday o'ylab qarasam, men ham mashina olaman deb yuribman. O'g'illarimga to'y qilaman deb yuribman. Uy solaman deb yuribman. Bo'lmasam men umuman Germaniyaga kelishdan ma'no ham yo'q o'zi. Chunki agar mashina olmasam, uy solmasam, to'y qilmasam, men O'zbekistonda maza qilib yashayman. Nemislar deyarli 90% ijarada yashaydi. Umuman bularga shaxsiy uy umuman qiziq emas. Shaxsiy avtomashina ham o'zlari minish uchun kerak bo'ladi. Chunki bu yerda shaxsiy avtomashinani boshqarishda o'zi juda qimmat. Shaxsiy uy bo'lishi ham o'zi ijaradan qimmatga tushadi. Soliqlari va boshqa ortib boradi. Shuning uchun qulaygina qilib ijarada uyda yashab qo'yishadi xolos. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. Endi har kim o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib fikrlaydi.